Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel âkıbetu lil muttaqin. Ve la udvâne illâ alel zâlimîn. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala âlihi ve sahabetihi ve men ittebe'ahum bi ihsânin ila yevmiddin. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zâlimîn ve neccina bi rahmetike minel kavmil kâfirîn. Amin. Amma ba'd. فقال المصنف رحمه الله تعالى قال وإن أكل أو شرب أو جامع ناسيا أو نام فاحتلم أو نظر إلى امرأة فأنزل أو ادهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو غلبه القيء أو أقطر في إحليله أو دخل حلقه غبار أو ذباب أو أصبح جنبا لم يفطر. Ötken ders ro'zani buzilgan ishlar to'g'rilab to'xtalgan. Ma'dasida ro'zani buzmaydigan ishlar ustida to'xtalmoqchi. Va in akala aw shariba aw jama'a nasiya. Esida yo'q, ro'za tutganligini unutib qilib, bu ko'pincha Ramazonning birinchi kunlarida bo'lib qolishi mumkin. Ro'za tutganligi esida yo'q, yeb ichib jima qilib qolsa, ro'zasi buzilmaydi. Aw nama fahtalam yoki uxlab ehtilam bo'lib qolsa, shayton atlab qolsa, ro'zasi buzilmaydi. Aw nadara ila imra'atin fa anzal. Yoki bir ayol qarab mani chiqib qolsa, ro'zasi buzilmaydi. Aw dahana aw tahal. Badanni maylabdi yoki surma tortibdi. Aw qabbala yoki suyabdi, ro'zasi buzilmaydi. Aw taba. G'aybat qilib qolsa, ro'zasi buzilmaydi. Yolg'on so'zlab qolsa, ro'zasi buzilmagandek. Aw ghalabahul qay. Mecbur yandırıp kalsa ro'zasi buzilmaydi. Yani bir mazhabda qasddan ro'zasi buzildi degan. Ma'noda buzilmaydi o. Çünkü bu mecbur kelib qoldi. Aw aqtara fi ihlili. Südük yo'liga doğru temizsimi ro'zasi buzilmaydi. Aw dakhala halqahu ghubarun aw dibab. Kanidan chang tuzaq yoki chivin kirib ketib qolsa buzilmaydi. Aw asbaha junuban yoki kechida masalan junub bo'lib qolib jimadan juyunaydigan chog'ida tong atgan bo'lsa, tong atgandan keyin juyunsa ro'zasi buzilmaydi. Lam yuftir. Yuqorqi ahvollarimizda ro'zasi buzilmaydi. Tafsili bayon qilmoqchi bo'lsak, ammal aklu va shurb val jima'u nasiyan, yeb ichib va jima qilib qolgan ahvolda unutib qolib, fal qiyasu an yuftira. Asli qiyas bo'yicha hukm qilsak ro'zasi buzilib ketadi deydik. Li vujudil munafi. Çünkü ro'za tutishga zid qiladigan ishdan birisi vujudga chiqqan bo'ldi. Ya'ni shu muftirat salasdan birisi bo'ldi hozir. Qoida bo'yicha biz qiyos qilsak ro'za buzib ketdi deyishimiz kerakdi. Vajul istihsan deganliklar biz qiyosni tashlab boshqa bir kuchli dalilni kelgan hukmni oldik demoqchi. Yani qiyosni tashlabdik. Nima uchun sirya istihsan qilib? İstihsanın sebebi bir yerde bir hadis. Yani küçük delil hadisle ibaret. Bu Hanefi mezhebinin hadisini, nasını, kıyasının avdıl koyduğunun ispatı. Kavluhu sallallahu aleyhi ve sellem lillezî ekele ve şeribe nasiyen ve huve saim. Ro'za tutganlik esida yo'q, yeb ichgan kishi uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning degan mushso'zi dalil bo'ldi. Timma ala sawmika innama at'amaka rabbuka ve saqak. Ro'zani davomlashtirgan. Amaliyotda sana Alloh taolo yeb ichgizgan. Bu hadisning asli Buxoriydagi lafzi "İza nasiya fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allahu ve saqahu." Yani Buxoriyda وقال الحسن ومجاهد "İn jama'a nasiyan fala shay alayh." Yani seleflerden şunda hüküm kelgan. Yani bu yerda qarasanlar ma hadisda al-akl ve shurbni tilga olgan, lekin jimani tilga olmagan. Endi shu hadisga asoslanib turib, jimami mushu ichida bor, mansuz qatordan bu bunda ikkisini o'rnak qilib tilga oldi, uchinchisi mushuning ichida bor desak, hadis bilan unutib qilib jima qilgan holda rusulmaydi degan mazmun isbotlanib ketdi deymiz. Yani biz dalalatan mushuning ichida bor desak, agar unda bo'lmasa jimani yemek içmekle kıyas kılımız deymiz. Hasan ve Mücahit'in kelgan bu eserimi şunu gösterdi.
Ve fi rivayetin ente dayfullah. Bu rivayet adetli hadis kitaplarda yok. Şuna yukarı karşı muttefakun aleyhi rivayet şu yeterlik. فإن ظن أن ذلك يفطره فأكل متعمدا فعليه القضاء دون الكفارة. Bu hükümle bilmey. Ben rozqanlığım isimli yok. Yep içip qalsam rozam buzulib ketdi. Ben şunda yep içip qaldım. Rozam endi buzulib ketdi. Endi rozqning foydasi yo'q deb o'ylab qolib, aqidin qasddan yep içip qalsa, ammo buzulib ketdim, tamoq yeyveraydi. Yep qalsa فعليه القضاء دون الكفارة. Bu çağda kazasını kılış lazım, lakin kefaret kelmeydi o. Bir gün. لأنه ظن في موضع الظن. Çünkü bu aynı hata oylab kaldığan bir orunda hata oylab kalgan oldu. Bunda hata oylab kalışı normaldir. Ve huvel kıyas. Aslında aslında hata oylığındaki oylaş asl kıyas kaiz boyunca doğru taşı. Lakin biz hadis boğaçka kıyasını taşırattık degendik. Fakâne şübheten. Ondan ki bir şübhe var. Yani bunda bir hata oylab kaldığan bir orun bu. Yani şu esidi yok yiyip içip kalsa rozu buzulub ketdi deb oylab qolgan ahvol bor. Ondan keyin bu bir shubha bo'ldi. Shubha bo'lgan ekan biz idrol hudud bir shubha deganda kapparatni hududga o'xshatib, bu bir uqubat bo'lg'achqa kichikina shubha bo'lib qolsa kapparatni shuritimiz degan. قال وعن محمد رحمه الله إن بلغه الحديث ثم أكل متعمدا فعليه الكفارة لأنه لا شبهة حيث أمره صلى الله عليه وسلم بالإتمام. Muhammed rahmetullahi aleyhi debdi, eğer birisi şu hadisni so'zlab berib, Rasululloh munda degan, sen ro'zang buzilmaydi, ro'zani davomlashtiragin degan bo'lsa, shuni anglab turib yanıla qasdan yetishayotgan bo'lsa, bu chog'da kaffarat keladi. Çünkü bu yerda shubha yo'q. Yani aniq tushuntirib qo'ysimi, bu xato gumonlanmaydigan holat turib, ro'zam buzib ketdi deb turadi. Ana bu vaziyatda mushu qarash sahih. Mushu kuchga ega. Chunki bu bundan keyin sana harom, unutib qilib yetishganini hisob qilmaydi, ro'zam buzilmaydi deb xabar qilsa, bu qasdan yapışırdı. Yani haber-i vahid diyanet işlerinde yeterli diyen tutmuş. قال وروى الحسن عن أبي حنيفة إمام أبو حنيفة إمام حسن بن زياد قيغان عاجز بالرواية شنو كلده لا كفارة عليه كفارة كميدو يعني كفارة كميدو قندا هولدا دب توسا hadis ba sen ro'zang buzilmadi, ro'zani davomlashtirayver deb tursa, qasddan ro'zani buzib etsa, la kaffarat alayhi debdi. Shu Hasanning rivoyati. Nima uchun desa, li'annahu xabar vahidin la yujibul ilm. Chunki mush askar qo'ygan kishi bir shaxs degan so'z keskin bir bilimni bildirmaydi degan shu qoida bo'yicha hisob qilmaymiz demoqchi. Hisab buldu deyken. Ravsadan ikisi ya köbeşe var. Bunda hadis var. Hazır rozan sunmadı. Siz davomlashtirıyorlar deb qalsa uçakda kaparet kildi. Yani qasdan yetish. Bizni qas kaparet kildi deymiz. Bu şunun asosi. To'g'ri qarash shu İmam Muhammadning qarashi. Va sahih. Ro'za buzilmagan odam normalda turib bilan yetishyapti qasdan. Aniq masalan, bunga hech qanday dalil ketmaydigan bir. Yani bu yerda shubha ba'da kaffaratni saqt qilgan bir ahvol yo'q. Yani shubha o'zi unda xato o'ylab qolish shubha deydi. Lekin biraylar qo'l bunda hadis basini ro'zan sunmaydi, bir davollandim birisi. Sunmaydi ro'zan. Ismi bu qasdan ishlayotgan ekan buzatdi. Bu normaldan da ro'zdar ya ish bilan buzatgan bilan o'xshash. Bir topshiriq var. 3. topshiriq. Ro'z tutgan birisinin Ramazonda ro'z tutgan birisinin ro'zdor Ramazonda yadi yo'q bir narsa yeyishga tamshalsa yoki yeyotgan bo'lsa, yadi yo'q yeyotgan bo'lsa, masalan Ramazonda sizlar sinfda bir savodlashdinki, shu şeyda shunda
iskanni og'ziga ko'targanligini ko'rdinglar. Ko'rgan chog'da oy to'xta, Ramazon bag'ida eskartib qo'yash vojibmi, mustahabmi? Bak istiqlolib qolsa, sabqizlik islomdan biraz ishi olsin. Ammo buni ro'zasi buzilmaganligini qo'yib birlashmi? Bu uchinchi topshiriq. Hal yajibu tazkir aw yustahabbu degan. قال وأما إذا نام فاحتلم لقوله صلى الله عليه وسلم خلاف احتلام بقان kişi gelsek Resul buzulmaydı dedik. Nima uchun? Dalili Rasululloh sallallohu alayhi vasallam degan. Thalathun la yufattirna as-saima. Al-qay wal-hijamatu wal-ihtilam. Üç türlük ish ro'zdarning ro'zasini buzib etmaydi. Yandirish, qanoldirish va ihtilam bo'lish. رواه الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه رواية غنمكتي ولأنه لا صنع له في ذلك çünkü o kasten tutuşturup bir iş bulmadı فكان أبلغ من الناس lakin bu rüzgün buzduğumaydı Allah'ta unutup kalıp bir nas yapışki adamdan bakırak rüzgü buzulması kılacağım. Bunun üstüne bu ihtilam ro'za buzildi degan taqdirda ro'zador uxlamay o'tirish lozim. Bunda haraj bo'lib ketadi. Wal inzalu bin nazari kal ihtilami. Qarash sababidan mana chiqishmi? Ihtilam bilan o'xshash. Min haythu adam al mubashara. Chunki har ikkisida boshqa bir jins bilan surkilish bo'lmaydi. فإنه مقصور عليه. Çünkü bu ihtilam ve nazar diyendek işler şu bir şahsın sadir bulduğu iş. La ittisala lahu bi gayri. Başka birisi bilen münasebetsiz dedi. Kaykılışan duruş. Hadislerde ikisini ayırıp kelgan. Yani mazhab ayırış için tafsili kelgan hadisni dalil qildi. Ma'vu qasdan emas özgünün kefağın kaydı. Çünkü hadis kelganlik üçün bu bir tarafdan acizlik keltirib chiqadigan. Yandirish ko'pincha kasallikdan salomatlik yaxshi bo'lmasligidan bo'ladi. Ondan aqliy tarafdan ilib aytsa, ya'ni mazhabning deydigini yandigan chog'da chiqdi, yandudi degan bilan az bir miqdor narsa chiqib qolgan narsa o'tib ketib qoldi deydi. Shuna buzib ketadi. Lekin hadis keldi desak u bekrak. Ig'iz to'ssa. Biz ashuni ayirgan. Ig'iz to'shmasa uni buzmaydi dedik. Nima uchun desa bu oz narsa, bu odatdagi bir tukurukdek bir narsa. Odatda bunda bir kichik bir kekirgandek bo'lgan kichik suv yandigandek bunda ahvoli bor. Unda o'zi buzilmaydi. Yani bunun qancha o'zi buzildi, qancha buzilmaydi desa hadis kelgan. To'ssa, to'shmasa deganni o'lcham qildik deydi. قال وأما الدهن فإنه يستعمل في ظاهر البدن كالاغتسال. عند maylash kelsak, yağlash, maylash bu odatda badanning sirtidan surkab ishlatildi. Xuddi masalan suvda yuvingandek shuni o'xshaydi. Yuvinishga o'xshaydi deydi. Endi hozir foyda qilishni Hanafi mazhabda ikkiga ayirib bedenning ichiga kiradigan ig'izlarni farqlantiribdi. Bedenning ichiga normal ig'izlardan va normal cho'ng-cho'ng kamaldan kirib qolsa, masalan burniga temitdi, og'ziga temitdi, yoki aqmaqatul misolda shunda bo'lsa, ana bu ro'zani buzdi debdi. Normal bo'lmagan bedenning shu teridagi tuyushiklardek mujnad bo'lgan kelsa bu buzmaydi demakki. Hukumun şu muskulu saldaları buzmaydı deyken. Yani mazhabın kaidesi bo'yicha. Ama kulak temizliği meselesinde yani mazhabın yani bir ko'z tutgan bo'g'achqa mesela su temizsa, kulak temizsa ro'z buzmaydi dedi. Lekin may temizib qolsa buzildi dedi. Nima uchun desa may temizsa kasallikni davolaydigan, kishi aramolaydigan, og'riqdan qutuladigan bir ish bor. Peki su temizse bu başını tahmin ağırtırdıgan narsa faydalı işte gölde bunda ayrı.
buzib ketdi. Qanday bağlandı bilan buzib ketdi. Agar dar temizsa, quloqdan temizsa buzildi. Çünkü fihi islahud dimag. Lekin su temizsa bu zararli dimag. Bundan ki Hanifi mazhabının qoidasi bo'yicha osh kirgan narsa qaysi yo'ldan kirdi badanga shuni qaraymiz. Nega kirdi uni qaraymiz. Foyda qildimi, ziyon qildimi uni qaraymiz. Hozir javobni 3 narsaga qildi. Birisi kanay, ikkinchisi oshqozon, uchinchisi uchay. Uchayga basa javob ekan. Shu jarohat yere mesela yapacak falan olsa şu o'rinda bo'lib qolsa undan javob iboda deb qo'yamiz. Javobni shu dimog'imi shunisi kirib ketdi desak, o'chada to'g'ri chiqadi. Ammo bu masala aniq bekitib, shu faslni ayirishga ehtiyoj bor ekan. Ya'ni Hanifi mazhabning qanday yerni javob deb hisoblaydi. Qaysi yo'ldan kirgan bo'lsa badanga kirdi deb bunda qaraydi. Shuni bekitish lozim ekan. Lekin duhni va amma duhnu fa innahu yustamalu fi zahir al-badani kal-irtisal. Bu yuvinishga o'xshash badanning sirtidan surkab qo'yilgan ahvollar bor. Lekin badanning normal kamolidan birisidan kirmagandek ro'zni buzmaydi. Agar normal kamolidan kirib qolsa buzdi deydi. Normal kamolidan kirib javobga yetib bo'lsin, foydalanish bo'lib qoldi desa, badanning foydalanish bo'lib qoldi desa, o'chada to'g'ri chiqadi. Biz ma terininki kamollarini normal kamol demidik. Yuvinishdimi badan normalda serinlash uchun yoki vojib g'usl uchun yuvinib qolsa ro'zaga ta'sir etmaydi. Ya'ni ro'zni buzgan narsadan emas yuvinish. Maylashma shunga o'xshash. Su badanga tegsa, badanning teridagi kamoldan ichiga kirishi mumkin. Maynimo teriga suvsa, shu kamoldan ichiga kiradi. Qala va ammal kuhlu an surtib qolsa, ro'za buzilmaydi degan qarashga kelsak, bu jumhurning qarashida buzilmaydi. Imom Ahmadning qarashida buziladi. Bunun delili, yani buzulmaydı deganning delili Falima rawa Abu Rafi'in ennehu sallallahu aleyhi ve sellem da'a bimukhulati ismidin fi Ramadana fettahala ve huve saim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da sürme kutusunu ekeldirib, ro'zador holatda sürtgan. Mukhula sürme kutusu. Asli mikhala deb chiqishi lozim, lekin samai holatda mukhula deb chiqar ekan. İsmi sürme teşe yoki shu moddasi. Yani bu hadis ojiz. Lekin ojizda masalan bu hukmni ifoda bermaydi deb qarasaqmi, aslida surmasa ro'z buzdi deganga Sayyid dalil akasi bo'ldi qarish tarafga. Yani sürse ro'z buzilmaydi deydi. Nima uchun? Buzdi degan dalil yo'q. Buzildi deb qalsa Imom Ahmad Sayyid dalil olsa eklan deydi. İmam Ahmad Sayyid dalil eklanmaydi. Eklanmagandan sürse ro'z buzildiganlikka dalil yo'q bo'ldi. Bundan boshqa salaflardan kelgan masalan walam mara Anas ve Hasan ve İbrahim bil kuhl lis-saimi ba'san. Sahih Buxori'dagi rivoyat. Sahaba ve tabiinlardan iborat salaflar sürse bo'ldi, ro'zni buzilmaydi deb qaraydi. Lekin bu hamda dalil deb qalsa dalilga bo'ladi. Lekin Imom Ahmad mu sürse ro'zi buzildi degan Sayyid dalil keltirmaydi. Qala va ammal qiblatu so'ysa ro'zi buzilmaydiganligining dalili bo'lsa, falima rawat Aisha radhiyallohu anha annahu sallallohu alayhi vasallam kana yuqabbilu wa huwa sa'im. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ro'zador holatda ayollarini so'ydi degan shu Sahih Buxoriy va Muslimniki muttafaqun alayhi hadis. Bu rivoyatda Hazrat Aisha va kana amlakakum li irbihi degan. Yani o'zidan ham tutib oladigan kishi sizning orangdagi, sizning ishingdagi demoqchi. Qala va ammal g'ibatu, g'iybat qilishning ro'zni buzmaydiganligiga kelsak, biz o'tganda kitob Siyamning 5ida Siyamul avom shu 3 narsadan saqlanish bilan vujud qiladi degan.
Siyamul havas desa, tilini, bütün bedellerini, bunu günah masiyetten saklaş. Ya bu siyamul havası. Bu siyamul havasıl has deb qalsa, dilini her bir narsani o'ylashtirma saklasa bu siyamul havası. Bu fiqrdagi bizning muomala qilganimiz, bizning to'laydiganimiz qaysi? Bu siyamul avam. وأما الغيبة فلعدم وجود المفطر صورة ومعنى. عند غيبة قيسا روز buzulmaydı deganimizning dalili bo'lsa, chunki g'aybat qilgan ahvolda ro'zni buzgan narsa uning shaklimi yo'q, mazmunimi yo'q. Yani surat degani nimdido ichiga kirishdir. Ma'na degan fayzlanib bir narsani qondirishdan iborat. Unda bir ahvol yo'q. Fa in danna anna dalika yufattiruhu, g'aybat qilish bilan ro'zam buzilib ketadi deb qarasa, mush g'aybat bilan ro'zam buzilib ketdi deb o'ylasa, fa akala mutaammidan, unnikin amını buzilib ketdi deb yeb ichgan bo'lsa, bu chaqda alayhil qado, qazo qilish vojib bo'ladi. Val kaffara, kaffarat mukil, nima uchun bu qasdan yeb ichdi, ro'zani buzibdi. Balagahul hadithu aw lam yablughu, bu haqda kelgan hadis, bu haqda ba'zi bir ojizlik kelgan. O'sha ojizlik kelgan bo'lsin, buni xabar topgan bo'lsin, xabar topmagan bo'lsin, o'xshash. Bu yo'q desabdik hadislarni bu. Bundan o ilgirikidek qiyas qoidasiga udiltilgan bir shubha shakllantirmaydi. لأن كون الغيبة غير مفطرة قلما يشتبه على أحد. Çünkü bu g'aybat qilsa ro'za buzilmaydi degan gap hammadan ayon bir ish, hammadan biladigan bir ish. Likawniha ala muqtadal qiyas. Çünkü buzulu degani qiyas qilib, buzmaydi degani shu qiyasga udiltilgan bo'lg'achqa. ولأن العلماء أجمعوا على أن الغيبة لا تفطر. Yana ulamalar ijmo qilgan g'aybat ro'zni buzmaydi deb. Yani siyamul avamda ro'zni buzmaydi deb ijmo qilgan. Bu yerda ijmo aslida zohiriylar g'aybat, yolg'onchilik ya farz ibodatning birini tashlash, bunda gunoh ma'siyat bilan sunudi deb qaraydi. Bu xuddan siyamul havasini ko'z tutgandek bir ahvol bor. Lekin zohiriyninki bu qarashlari ilgirki to'rt imom masalan salaflarimizningki ijmodan keyin kelgan bo'lg'achqa, buning qarshi fikrni o'ttirib qo'yganligi ijmoni zidlamaydi. Yani İslam ümmeti icma keldi hozir. Birinci asrda, ikkinchi asrda ijmo kelib qoldimi? Uchinchi asrdagilar zohiriylardan birisi Davr-ı Zahiri yoki Ibn Hazm, to'rtinchi asrdagilar g'aybat ro'zni buzitdi, mufattiratdan yetishgan bilan o'xshash desa hisob bo'lmaydi. Bundan keyin bu yerda ijmo bor edi. Shuningdek ijmo bor desak, yo'q zohiriylar buzildi deb qaraydi, bu yerda ijmo yo'q, bu yerda xato deb demaymiz. Çünkü icma hazır zahirinin karşısını hesaplanmadı. لأنه جاء بعد الإجماع. Yani خلاف حادث بعد الإجماع. Ulema ümmet. Yani bunun da icma var zaten. Bütün İslam ümmeti icma kılgan. Keyin zahiriler ya buzlukta da durmadı. Likoni ala muqtadal qiyas. Yani g'aybat ro'zni buzmaydigan narsa ekanligi qiyosga uyg'un. Chunki g'aybat degan bu bir ma'naviy abstrakt narsa bo'ldi. Bu xuddi bir narsa iste'mol qilgandek ya bir narsa badan kirgizgan chiqargandek bir nima yo'q. Faqat buni hadis kelgan bo'yicha akli luhumul nas deb qalsa, bu go'sht yegan bular ondan ro'zni buzdi deymiz. Bu bir xil majaziyda. ولا اعتبار بالحديث في مقابلة الإجماع. مش غيبت روزنا بزوتدون دكاغن hadisler icmanın karşısında hesap kılmaydı. Ya da bil hadis yani mutlak manda hadis diye yapamaz ha. Yani normalde hadis hesap kılmaydı diye yapamaz. Mş g'aybat qilsa ro'zni buzutdu dekagan ba'zina aciz ya kendi batıl hadisler icmanın alıda hesap edilmeydi. Çünkü g'aybat qilsa
ro'zani buzutdi degan ba'zi bir hadislar kelgan. Lekin bu sahih emas. Qanday hadis kelgan? Masalan, ma sama man dhalla ya'kulu luhuman nas. Kishilarning go'shtini yegan kishilar ro'za tutgan bo'lmaydi. Yana bir hadisda idagtabar rajulu faqad aftar. Mushun hadisga kelgan, uni hadisshunoslar tahrij qilib lam yasih degan. Beklama aciz hadislar. Sahih bo'lsa-mu biz buni ijmo bo'lganlik uchun boshqa ta'vil qildik. Yani zohirini ammay ta'vil qildik demoqchi. Bundan ta'vil qilib qolsak bunday aytdik. Bu g'ayrat qilganlik uchun ro'za bo'ldi, lekin ro'zaning savobini ololmadi. Savobini ololmagandan keyin xuddi ro'za tutmagan kishilar o'xshash bo'ldi deb menda tushundik. Yani bunda bir aylantirib aklab, ondan to'g'ri tushunib ketgan bo'ldi. Lekin oldimizda bir ijmo var, biz shu ijmoni tanıymiz. Hadis qarasak, o hadisdan birisini sahih bo'lmagan ekan, bu yerda biz hozir shu hadisni e'tibor qilmaymiz demoqchi. Bu shu haqda kelgan hadislarni, hamma hadis emas. Yani al-hadith al-khas bi iftar al-mughtab. وأما إذا غلبه القيء فلما تقدم من الحديث اختيارسız yamdırı tutmagan çağda, tutmagan çağda ro'za buzilmaydiganligi yuqorida bir hadisda bayon qilinib bo'ldi. Man ta'ala qada alayhi. Ba'zi rivoyatlarda man ta'amas man zara'ahu al-qay deb kelgan. Wa man istaqa fa alayhi al-qada. Shu hadis dalili demakchi. Qala wa amma al-iftar fi al-ihlil südük yolunda bu er kişinin gibi. Er kişi südük yoluga dair temitkan bolsa fe'indahuma tarafen karışıda ro'za buzulmaydı. Ve qala Abu Yusuf rahimahullah yuftiru. Abu Yusuf rahmetullahi aleyh er kişi südük yoluga doğru temitsa ro'za buzuldu degan. Binan ala anna beynehu ve beynel cevfi menfeden. Nima uchun ro'za buzuldu dedi desa İmam Muhammed şu südük yolu bilen bedenin içi tutuşudu deb qargan. Tutuşdiganligini isbatınız var ise isbat bedelil xurucul bawl. Çünkü bedenin içideki yani qo'saqdagi südük şu yolu bilen chiqdi. Bundan turbu yolu bakin deymizdik. Wal asahhu yani bu doktorlarning belgilaygani misal südük yolu şu qo'saqda tutuşmunda chiqamdi deydigan başlar doktorlar tutuşu sayfına deppas bo'ldi, lekin o'z vaqtida İmam Abu Hanifa va sahibi shu chaqdagi o'zining doktorlar tabiblardan bilgan ma'lumotga asoslanib qilayotgan tahlillar. Lekin hozir hamda tutashmas deb aytgan bo'lishi mumkin doktorlar. Wal asahhu laysa baynahuma manfat. To'g'ri qarashda bu ikkisining o'rtasida tutashlik yo'q. Ya'ni tarafaynning qarashi shu kuchliroq, sahiyroq demoqchi. Bu südük qo'saqdan chiqadigan bo'lsa, qanday chiqadi desa, buni unda ta'rifdi. Balil bawlu yatarashshahu ila al-mathanati thumma yakhruj. Südük shu qo'saqdan deydi. Javfdan dovsaq yoki südük xaltisi. Dovsaqqa unda sizib, sirg'ib yoki tepchib o'tadi deydi. Sirg'ib chiqadi yoki tepchirib chiqadi deydi. Yani turbi yo'llar orqali tushmaydi deydi. Thumma yakhruj. Undan keyin dovsaqdan yoki südük xaltisidan turbi yo'l orqali sirt chiqadi. Va ma yakhruju rashhan la ya'ud rashhan. Südük xaltisiga sirg'ib kirgan bo'lsa südük, bu südük xaltisi yani badanga sirg'ib yoki tepchib qaytib ketmaydi deydi. Xuddi masalan biz bir ko'zga azroq suyuqlik moddani to'kib, og'zidan itib ko'lchakning ichiga tashlasak, ko'lchak suv ko'zning ichiga o'tadi. Ko'zning ichidagi modda, suyuqlik modda ko'lning suviga chiqmaydi. Endi dalil keltiribdi. Ko'zni qiyosib turib. Bu to'g'rimi? Masalan, suyuq xaltisiga shunda suyuq paydo bo'ldi. Asosda bunda paydo bo'ldi deydi. Paydo bo'lgandan keyin bu suyuq badanga qayta yenib ketmaydi. Xuddi quduqning suvi asosda paydo bo'ldi. Bu paydo bo'lgandan keyin qayta chirkatmaydi deganda. Bu endi uzun muddat chiqarilmay, uzun muddat saqlanib ketsa,
zaharlanib unda nimasi ya shu qaltisini sen teshlikda bir ish qilish mumkin. Wal khilafu idza wasala ila al-mathana. Bu yerda Qarafan bilan Abu Yusufning o'ttiriki talashtiratish hozir südük yo'ldan doğruni temitgandan keyin bu temitilgan doğra do'zaxga yetib qolsa talashtiratish shu chog'da bor. Lekin do'zax yetib qolmas shu talashtiratish hammadan buzilmaydi deydi. Lekin do'zax borib qolsa, mushu do'zax bo'lgan suyuqlik doğra bedenge o'tamdi, javofga o'tamdi, o'tmandi deganda ixtilof qoldi. Amma idza waqafa fil qasabati, amma shu südük yo'lida, turbida to'xtab qolsa, bu hammalarning qarshida, ya'ni uch imomning qarshi ijmo degan o'sha uch imomning qarshida ro'za buzilmaydi. Bu yuqorqisi er kishining südük yo'li. Ayollarning südük yo'lida ro'zani buzutadi deydi. İcma'an. Qala wa amma dukhulul ghubar va zibab, chang to'zonlarning chivin ya puroq deymiz, bundan narsaninki kirishi kelsak, ro'za buzilmaydi dedik. Delil emas, fali annahu la yumkinu al-ihtiraz anhu. Çünkü bunu odatda hayotda buni aslida saqlanib bo'lmaydi. Chang tuzog'ning chivinning mo jism bor, modda bu. Chivinning birisi ya chang tuzog'dan kuchib masalan kana kelib ketdi deydi. Shuni tasavvur qilsak, buzilmadi dedik. Lekin chivinning bir aklat o'zi qasdan yesa ro'za buzildi. Chang tuzog'dan kuchga yig'ib kapatsa buzildi. Bu anda saqlanib qolmaydigan narsa bo'lg'achqa shariat kamchilik qilgan demakchi. Kadalika ad-duxan tutunmi shunda masalan uyda kanaydini sikitib qoldi ya o't yaqqanchada o'choqning oldida sirketdi ya kebabchining oldida kebab sirketdi. Buni saqlanib bo'lmaydi, ro'za buzilmadi. Lekin qasddan tamoq cheksa ro'za buzildi dedi. Chunki buning moddasi bor. بخلاف المطر والثلج اما yağmur, qor bundan asla ro'zani buzutadi. O chang tuzan bir narsa o'xshamaydi. Haythu yumkinu al-ihtiraz anhu. Chunki buningdan saqlang'ili bo'ldi. Yani osmon og'zini qara jumay, pastga qarab mansa og'zidan kirib ketmaydi. Mayli, buzilmaydi. Qasdan bir sumurish bo'lmagan ekan, yutish bo'lmagan ekan, mayli. Sahih Buxoriyda Hasan Basri shunday debgan: "In dakhala halqahu az-zubabu fala shay alayh." Bu ittifoqan to'rt imom shunday qaraydi. Ro'zani buzmaydi deb. Puroqmi shunday masalan, boqqa kirib atirgullarning puroqi kirsa, o'zimizda tomoqning puroqi daha tayyorlayotgan tomoqning puruq kirsa buzilmaydi. Atir o'sin buzilmaydi. Chachqan atirninki buning moddasi bor desak, qasddan og'ziga qilib chashdi, buningdan yig'ilgan narsani jutib olsa buzildi. Ya buni bilan masalan bu badan kirdisak buzildi deyish mumkin. Ammo ma puroqlarda qasdlik bo'lmaydi. Shunda bir puroq qolgan narsalar. Wa amma idza asbaha junuban Ramazan etiginde cünüp holatda tong atqizib ro'za tutgan kishi kelsak, ro'zasi buzilmaydi. Falima rawat Aisha radhiyallohu anha, buning dalili Hazrat Aisha rivoyat qilgan hadis. Anna Nabiy sallallohu alayhi vasallam kana yusbihu junuban min g'ayri ihtilamin wa huwa saim. Ihtilam ko'rgan ahvol emas, jima qilgan ahvolda junub bo'lib tong atqizibdi, ro'zador holatda degan. Yani bu unda holatda junub bo'lganlikninki ro'zani buzmaydiganligining dalili shu. Yana bir dalil va Alloh taolo abahal mubasharata jami'al layl. Chunki Alloh taolo butun kecha araydullashni muboh qilayotgan. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. Tong atgan kadar mübaşere qilsangiz bo'ldi demak. Mübaşere nishadin al-jima. Mübaşereden maksat jima. Endi kechida jima qilgan kishi tong atishga yaqin bo'lgan bo'lsa, junub bo'lguncha tong atib qolganligi aniq bo'lg'achqa, miyada shunday dedi: "Min daruratihi wuqul ghusl ba'da as-subh." Endi vaqt istalgancha jima qilgan bo'lsa, o'sha juyunish shu tong atib bo'lgandan keyin ro'z boshlangandan tatib bo'lganligi aniq. قال
وإن ابتلع طعاما بين أسنانه مثل الحمصة أفطر وإلا فلا. Tişinin arlıqda nuqchilik bir narsa bo'lib qolsa, buni jutib qolsa, ro'zador holatda ro'zasi buzilib ketadi. Nuqtin kichikroq qolsa, jutsa, ro'zasi buzilmaydi. لأن ما بين الأسنان لا يستطاع الامتناع عنه. Çünkü tishlarning orasidagi narsadan odatda saqlanib bo'lmaydi. إذا كان قليلا. Azgina bir narsa bo'lsa saqlanib bo'lmaydi. فإنه تبع لريقه. Çünkü tishning orliqligina ushaq narsalar, yemak-ichmakdan qolgan narsalar bu tukurukka tava. Tukurukda odatda shunday ushaq narsalar bo'lishi mumkin. Tishning orliqidan chiqqan. Undan keyin bu nimaga o'xshaydi desa, unutib qolgan odamga o'xshaydi. Yoki li'adam al-ihtiroz deymiz. Saqlanib bo'lmaydi. Bu asosan o'zining tukurukka bilg'imini tutib qolsa, o'zi buzilmaydi. Bixilaf al-kathir. Ammo tishning orliqida qolib qolgan narsalar, yemak-ichmak ko'p bo'lib qolsa, buni tutib qolsa, o'zi buzildi. Va huwa xilaf al-kathir. Al-kathir bilan qalilning o'lchami nima? Mesela su mayna nasib ketsa mayna to'ldi deganda o'lchamni 10 gaz deb bekitib qo'ydi. Al-ma'id daimning qalil bilan kasrni 10 gaz deb qo'ydi. 2,5 metrda 2,5 metr deganda. Yani mana o'lchami nima desa, nuqt miqdorchilik dedi. Li'annahu la yabqa mithlu zalika adatan. Çünkü odatda tishning orliqida nuqt miqdoridan cho'ngroq narsa tishning orliqida qolmaydi. Onun kichik narsa qoladi. Fala ta'ammu bihil balwa. Undan keyin bu davomli kishilar dush qiladigan narsa emas. Nuqtdan cho'ngroq narsalar sharliqida qolgan hol yo'q davomli kishilarning turmushida. Fa yumkinu al-ihtiraz anhu. Undan keyin odatda bu saqlanib ketgan bo'ldi. Undan keyin bu unutib qilib yapsaqchi o'xshamaydi. Qala va yukrahu lis-sa'imi مضغ العلك والذوق والقبلة إن لم يأمن على نفسه. Ro'zdor mush ishlarni qilsa makruh bo'ldi dedi. Madg'ul ilk seg'iz chaynash. Bu ilk arablarningki tabiiy seg'izlari. Bu mana go'shgan putak narsalar. Lekin parchalanmaydigan, bezingidek shunda chaplishan qo'yilgan narsa. Ammo go'shgan putak masalan chaynab qo'yuvchi parchalanib bilan erkilgan bo'lsa, o'z buzildi. Endi hozirgi seg'izlicho'n shakar moddasi bor. Tatli shakar moddasi erib bilan kanaldan kirib ketadi. Undan uningda buzilganlik emas. Mana arablarning arshi an'anaviy seg'izlari. Qaraydan yaz ishini chiqarib tushuncha. Buning ishi qaraydan bormi? Belki ana shunda qarag'aydan daraxtlardan chiqishi mumkin. Shu o'simlikka nisi, masalan, daraxt yelimidagi narsa bo'lishi mumkin o'z vaqtida keyin. Ashuni tabiatga qaraymiz. Agar og'zi silib, chaynab va shungandan keyin parchalanib erib ketgan bo'lsa, o'z buzildi. Agar erimaydigan bo'lib qolsa, shirin ta'm bo'lmasa, o'shada buzilmaydi deymiz. O'tib ketsa buzildi. والذوق tamoqni tatbiqish. Yemak-ichmakni tatbiqishdan iborat. Bu makruh. Val qubla illam ya'man ala nafsi. O'zini tutamaydigan kishilar uchun so'yishmo makruh. Chunki bu o'zini buzib chiqarib berishi mumkin. Tafsilni bayon qilsak, amma madghul ilki lima fihi min ta'rid sawmihi lil fasad. Chunki o'zini buzib qilish xavfiga duchor qilgan bo'ladi. وهذا في العلك الملتصق بعضه ببعض. Bu çatlaşango rezingidek aşında parçalanıp ketmeydigan aşında seg'izning gepi. Amma idza kana g'ayra multaimin parçalanıp ketilgan bir-biri bilan çatlaşıp turmaydigan bo'lsa fa innahu yufattiruhu o'zini buzutadi. Li'annahu la yaltaimu illa bi infisali ajza'in tanqatu minhu. Chunki u parçalanıp ketgandan keyin qapqag'ini undan yig'ilib qatlashishi mumkin. Vazalika mufsidun lis-sawm. Yani parçalanıp ketgan bo'lsa, o'zini buzutdi.
Ve emme zevku hem de bir narsani tetish kelsak, yani til bilan tetishma va tetish kelsak, li'annahu la ya'manu min an yadkhula ila jawfi. Çünkü tetigan narsa ichiga kirib ketishdan toza xotirjam bo'lolmaydi. Belki kirib ketishi mumkin juftlar. Şuna dikkat qilish lozim deymiz. İbn Abbas radhiyallohu anhu Sahih Buxoriyda la ba'sa an yatata'amal qidra aw ash-shay'a. Qazondagi tamoqninki ta'mini tuzini tetib qiqish, ta'mini tetib qiqishi mayli, hech gap bo'lmaydi. Latingan bir-biriga chaplashib, tutunlashmaydi, yemlashmaydi. Mesela hozir popotan çayını sanlar, ağzından şu bir parça oldu. İki parça, bazıda iki parça bulup geçişi mümkün. Lakin normalde şunda bir bütün parça oldu. Adette asıl acırtıman sanımı acırtanma İslam'ı. Lakin rozdar alattan da onda bir xatarga yo'liqmas uchun çayını olgan yaxshi. Ağız burnunu çaqaydi, lakin qattiq kusha ketmayrak. Da, avaylab فبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال وأما القبلة لما روي أن شابا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القبلة للصائم فمنعه. Bir yaş kelib gözleri alıpta söysü bulamdı dese tostan. وسأله شيخ فأذن له. Yaşın qalan bir kişi olsa ruhsat qilgan. فقال الشاب şu yaş yigit dedi ki inna dini ve dinehu vahid. Benim dinim bilan şu boyning dini o'xshash, bir dinda. Qanday bo'lib hukm o'xshash chiqmay qoldi? Qala na'am. Shunda, walakinna ash-shaykha yamliku nafsahu. Boy o'zini tuta oladi, yoshlar o'zini tuta olmaydi degan. Bu ajizroq rivoyat. Lekin shu Hazrat Aishaninki Sahih Buxoriyga desa, kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuqabbilu va yubashiru va huwa sa'im va kana amlakakum li irbi. Özden tutulalarının digini bu mezmunda özü alıdı. وَلِأَنَّهُ إِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ رُبَّمَا وَقَعَ فِي الْجِمَاعِ فَيُفْسِدُ صَوْمَهُ. Özünü tutamay qalsa, xotirjam bo'lmaydigan kishi bo'lib qolsa, yoshlar bo'lib qolsa, jima qilib, ro'zasini buzitishi mumkin. Va tajibul kaffara, kaffarat vojib bo'lishi mumkin. Va zalika makruh. Ro'zasini buzitish va kaffara to'lashga ma'ruz qilish makruhdir demoqchi. Ro'zni buzitish makruh emas, ro'zni buzitishga yo'liqtiradigan bir ishni qaramliq bilan qilish makruh. Vel mubashiratu kal qubla. Mubashira degan quchoqlash, ya'ni kiyimsiz quchoqlash. Bu so'yishga o'xshash. Dikkat qilsangiz yuqorgi hadisda Aisha radhiyallohu anha qolat, kana Nabiy sallallohu alayhi vasallam yuqabbilu va yubashiru va huwa saim. Va yubashir degan shu so'zning başı Sahih Buxoriyning rivoyatida. Yani kel qubla demesi o şu hadiste nas var. Ve yukrahu lil mar'ati madghu at-ta'ami li sabiyha lima fihi min ta'arrud as-sawm lil fasad. Şimdi mavo çaynaş meselesi. Tamakni tetbiq qilmasa, buaq ballarga tamak yegizga ayollar ballarga tamak chaynab berishi makruh. Nima uchun desa, chaynab o'tib yutib solgan ahvoli bor. Bu ro'zni buzishga elib berishi mumkin. Fa illam yakul laha minhu buddun chaynab beramiz zar bo'lmaydigan balasi och qolgan bo'lib qolsa, fala ba'sa bihi. O'cha diqqat qilib chaynab yegizib qo'ysa bo'ldi. Li'annahu lamma jaza laha al-iftaru idha khafat alayhi. Chunki ash ayol balasining g'izolanishi yaxshi bo'lmay qilib og'rib qoladi deb ensirgan taqdirda ro'za tutmasimi ruxsat bordi. Mesela hamil ve murda dediqo. Bular bolalardan ensirab qolsa, o'zgamasa, bolalardan ensirab qolsa ruxsat bordir o'z tutmaslikqa. Fala an yajuza lahal madghu kana awla. Dalga shu bola uchun bir narsa chaynab berishga ruxsat qilish albatta bo'lish kerak dedi. Vallahu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka va atubu ilayk.